هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure İnşikak tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İnşikak suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure İnşikak Mekke'de nazil bolgan 25 ayet. Sure İnşikak'ta secde ayetinin bağlıq doğrusuda. Ebu Seleme mundaq deydi. Ebu Hureyre radiyallahu anhu kişilerge Sure İnşikak'ını okup berip, onundaki secde ayeti kelgende secde kıldı. Secdini kılıp bulup, ulağa Peygamber aleyhisselamның bu suredeki şu ayette secde kıyganlıqıdan haber verdi. Bu hadisini Muslim ve Nesai Malik'ten rivayet kıldı. İmam Bukhari Ebu Rafi'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. Men Ebu Hureyre bilen billa Ayşa namazını okudum. O namazda Sure İnşikak'ını okup secde ayeti kelgende secde kıldı. Men onundan bunun sebebini sordum. O, men Peygamber aleyhisselamның aqısıda namaz okuganda, Peygamber aleyhisselam muşu ayetini okup secde kıygan idi. Menmu Peygamber aleyhisselam bilen bildi secde kıygan idim. Men ta ki kıyamet günü Peygamber aleyhisselam bilen uçraşqan kadar bu suredeki bu ayetini okusam secde kılıman dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asman yerilgan. Rabbinin emrini anlap itaat kıygan, Rabbinin emrini anlaşqa, itaat kılışqa layık bolgan çağda. Zemin sozulgan. Qoynidiki näsiläni, yani ölükläni, medenläni sırtqı çıqırıp, quruqlanıp qalgan. Rabbinin emrini anlap itaat kıygan. Rabbinin emrini anlaşqa, itaat qilishqa layık bolgan çağda insan xiyalığı kemmigen dehşetlik ahvallağı yolqudu. Ey insan, sen hakikaten Rabbinge mulaqat bolğanınğa kadar öz işinde sa'i ictihat qilsan, yani amalının neticisini görsen. Nama amali on tarbidan berilgan odamdan asan hisob ilindi. U cennetdeki ailesiga xo'shal-xo'ram qaytadi. Nama amali arq tarafdan berilgan odam voy deb to'laydi. Yani ölümni arzu qiladi. Devzaq kirdi. Çünkü u dunyodagi chig'ida ailesida shod-xo'ram idi. U Rabbinin dergahıga qaytmayman deb gumon qildi. Undaq emas. Yani o Rabbinin dergahıga qaytidi. Rabbi hakikaten onu körüp turğucudur. Kıyamet günü asmanның yerildiğanlığı ve zeminning sozuldiğanlığı doğrusuda. Asman yerilgan. Rabbinin emrini anlap itaat kıygan, yani Rabbinin buyruğunu anlagan ve onun yerilişiği bergen buyruğuna boysunup yerilgan. Rabbinin emrini anlaşqa, itaat qilishqa layık bolgan çağda, yani onun Rabbinin buyruğuna boysunuşu haqdır. Çünkü Allah çeklemige uçurmaydigan ve yengilmaydigan, aksice barlıq nəslərini boysundurdigan ve ulanı özüge baş egdirdigan zattır. Zemin sozulgan, yani zemin yeyilgan ve kengaytilgan.
qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madanlarni sirtqa chiqarib, quruqlanib qolgan. Mujahid, Said va Qatada qatorliqlar bu oyatning ma'nosi zimin qo'ynidagi o'liklarni ustiga chiqarib, qo'ynini bo'shatgan deganlik bo'ladi dedi. Rabbining amrini anglab itoat qilgan, Rabbining amrini anglashga, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda inson xiyoliga kelmagan dahshatli ahvollarga yo'liqadi. Bu oyatning tafsiri yuqorida bayon qilinib o'tildi. Dunyoda qilgan qilmishlarning haqiqatan mukofot yoki jazosining borligi to'g'risida. Ey inson, sen haqiqatan Rabbingga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sa'iy ijtihod qilsan. Ya'ni amalingning natijasini ko'rsan. Ya'ni sen haqiqatan Rabbing bilan uchrashishga tayyorlik qilish uchun tirishsan va amal qilsan. Ondan sen qilgan amaling mayli yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, qanday amal qilgan bo'lsang, shu amalning natijasini ko'rsan. Bu vaqtda Abu Davud tayyorlisi Jabirdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jibril menga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Xoliqningcha yasha, chunki sen bir kuni cho'qim o'lasan. Xoliqan kishini do'st tut, chunki sen bir kuni uningdan ayrilsan. Xoliqningni qil, chunki sen u qilmishlaringni ko'rsan", dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah Teala'nın ey insan, sen haqiqatan Rabbingga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sa'iy ijtihod qilsan, ya'ni amalingning natijasini ko'rsan degan oyatida bir almash bo'lib, ba'zi olimlar u almashni oyatdagi Rabb degan so'zga qaytirdi. Agar almash shu so'zga qaytsa, oyatning ma'nosi Rabb sening qilgan qilmishlaringga va tirishchanligingga, agar ular yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo berdi deganlik bo'ladi, deydi. Bu oyatning har ikki ma'nosi to'g'ridir. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning sening qilgan qilmishing mayli yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, sen qanday ish qilgan bo'lsang, bu ish bilan Alloh taologa uchrashsan deganligini rivoyat qildi. So'rash va hisob berish to'g'risida. Nami amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob ilindi. Ya'ni bandining qilgan barliq qilmishlaridan bir-birlab hisob ilinmaydi. Kimiki qilmishlaridan bir-birlab hisob ilinsa, cho'qim yomonliklar eshib ketib halok bo'ladi. Bu vaqtda Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kimdan qilmishlaridan bir-birlab hisob ilinsa, azobga loyiq bo'lib qoladi dedi. Men Alloh taolo oson hisob ilindi demidimi dedim. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolo oyatda bayon qilgan bu hisob bo'lsa, haqiqiy hisob ilish bo'lmasdan, aksicha u mundaqli bir so'rab qo'yishdir. Kimdan qiyomat kuni qilmishlaridan bir-birlab hisob ilinsa, azobga loyiq bo'lib qoladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai va Ibn Jarir qatorliqlarmu shunday rivoyat qildi. U jannatdagi oilasiga xushal-xuram qaytdi. Nami amali arq tarafidan berilgan odam, ya'ni so'l qo'lini arq tarafiga uzatib, nami amalini arq tarafidan olgan kishi voy deb tovlaydi. Ya'ni o'limni orzu qiladi. Ya'ni o'lib tugishishni orzu qiladi. Devzaq kirdi. Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shod-xuram edi. Ya'ni u oqibatining qandoq bo'ladiganligi haqida o'ylanmaydi va oldida keladigan qiyomat kuniga oid ishlardan qo'rqmaydi. Shuning bilan uning dunyodagi shu ozg'ina xushalliqi oxiratda uning tugumas pushaymonlarni elib keldi. U Rabbining dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. Ya'ni u
Alloh taolo tarafiga qaytmayman va o'lgandan keyin Alloh taolo meni qayta tirildirmaydi deb tushunadi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'ladiganligini Ibn Abbas, Qatada va boshqalar bayon qilgan. Undaq emas, ya'ni u Rabbining dargohiga qaytadi. Rabbi haqiqatan uni ko'rib turg'uchidir. Ya'ni undaq emas. Alloh taolo uni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsa, shu holatida asliga qaytirdi. Agar qilgan qilmishlari yaxshi bo'lsa, uni mukofotlaydi. Agar yomon bo'lsa, uni jazolaydi. Chunki Alloh taolo uning qilmishlarini bilib turg'uchidir va ulardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufqdagi qizillik bilan kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, sizlar jazman bir holdan yana bir holga yetkilib tursizlar. Ular, ya'ni mushriklar nimishqa iymon etmaydi? Ularning yanida Qur'on o'qilgan chaqda nimishqa sajda qilmaydi? Belki kafirlar haqiqatni inkor qiladi. Obdan biladi. Ularga qattiq azob bilan xo'sh xabar bergin. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar üzülmez savobga erishadi. İnsanlarning bir holdan yana bir holga yetkilib turadiganligiga qilingan qasam to'g'risida. Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufqdagi qizillik bilan qasamki, Ali radhiyallohu anhu, Ibn Abbas, Ubada ibn Sabit, Abu Hurayra, Shaddad ibn Aus, Ibn Umar, Muhammad ibn Ali ibn Husayn, Makhul, Bakr ibn Abdullah ibn Mazani, Bukayr ibn Ashja, Malik ibn Abu Zaif, Abdul Aziz ibn Abu Salima, Majishun qatorliqlarning oyatdagi shafaq degan so'zdan kun patqandan keyin paydo bo'lgan qizillik ko'z tutiladi dedi. Abdurrazzaq Abu Hurayraning oyatdagi shafaq degan so'zdan kun patqandan keyin paydo bo'lgan oqliq ko'z tutiladi deganligini rivoyat qildi. Mujahid degandek shafaq degan so'zdan yoki kun chiqishdan ilgari ufqda paydo bo'ladigan qizillik ko'z tutiladi yoki tilshunos olimlarning deganidek kun patqandan keyin paydo bo'ladigan qizillik ko'z tutiladi. Halil ibn Ahmad shafaq degan so'zdan kun kirib ketib Aysha namozining vaqtigacha bo'lgan oraliqda paydo bo'lgan qizillik ko'z tutiladi. Agar u qizillik kirib ketsa, shafaq kirib ketgan bo'ladi dedi. Javhari shafaq degan so'zdan kun kirib ketib Aysha namozining vaqti kelishiga ozroq qolgan vaqtgacha bo'lgan oraliqda paydo bo'lgan kundan qilib qolgan yo'riqliq va qizillik ko'z tutiladi dedi. Ikrimamu shafaq mag'rib namozi bilan Aysha namozi oraliqida bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhisalomning İmam Muslim'den rivayet kılıngan shafaq yo'qolib ketmesilar mag'rib namozining vaqti chiqib ketmaydi degan hadisi Javhari va Halil ibn Ahmad bayon qilgandek shafaqning kun kirib ketib Aysha namozining vaqtigacha bo'lgan oraliqda paydo bo'ladigan bir qizillik ekanligini isbotlaydi. Kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan qasamki, Ibn Abbas, Mujahid va Hasan qatorliqlar bu oyatning ma'nosi kecha va o'zining qorong'uligi ostiga to'plagan narsalar bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi kecha va u qorong'uligi ostiga to'plangan yulduzlar va hayvonlar bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Ikrima bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Uning qorong'uligi bosgan narsalardan kecha ilib kelgan qorong'ulik ko'z tutiladi. Amaliyotda kecha bo'lib qorong'u tushsa hamma narsa o'z o'rniga qaytadi.
nuri kamaletga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi yumaloq to'liqlangan oy bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Hasan bu oyatning ma'nosi to'liq to'shqan oy bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi yumaloq to'shqan oy bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni bularning maqsadi oyning nuri kamolatga yetib to'liq to'shsa deb oyni kecha va uning qorong'uligi bilan o'ralgan narsalarning dal qarshisida qilib bayon qilmoqchidir. Sizlar jazman bir holdan yana bir holga yetkilib tursizlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Mujohiddan Ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar bir holdan yana bir holga yetkilib tursizlar. Mana bu so'zni sizlarning payg'ambaringlar degandir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrimamu shundoq dedi. Ya'ni emchek emayotgan holatinglardan uni emishdan to'xtaydigan va yoshlik holatinglardan qiyirlik holatinglarga yetkilib tursizlar. Hasan Basrimu bu oyatning ma'nosi sizlar bir holdan yana bir holga yetkilib tursizlar deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni qattiqchilikdan kengirchilikka, kengirchilikdan qattiqchilikqa, peqirlikdan boyliqqa, boyliqdan peqirlikqa, kasallikdan saqliqqa, saqliqdan kasallikka yetkilib tursizlar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ularning iymon etmaganligini tanqidlash, ularga berildigan azob va mu'minlarga berildigan üzülmez ajrdan xabar berish to'g'risida. Ular, ya'ni mushriklar nimishqa iymon etmaydi? Ularning yenida Qur'on o'qilgan chaqda nimishqa sajda qilmaydi? Ya'ni ularni Alloh taolaga, uning payg'ambariga va oxirat kuniga iymon etishdan nima to'sib qo'ydi? Ular nima uchun Alloh taolaning oyatlari o'qilgan vaqtida u oyatlarni hurmatlash va ulug'lash yuzasidan sajda qilmaydi? Balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi. Ya'ni haqiqatni inkor qilish, uningga bo'ysunishdan cho'nglik qilish va uningga qarshi turish ularning tabiatiga singib ketgandir. Ularning dillaridagi yoshirin narsalarni Alloh obdan biladi. Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga Alloh taolaning ular uchun qattiq azobni tayyorlaganligini xabar qilgan. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar üzülmez savobga erishadi. Ya'ni dillari bilan iymon keltirib, yaxshi amal ibodat qilgan kishilar oxiratda üzülmez savobga erishadi. Mujohid va Zahhak Alloh taolaning üzülmez savobga erishadi degan oyatining ma'nosi hisobsiz savobga erishadi deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo mu'minlarning üzülib qolmaydigan in'omga erishadiganligi haqida mundoq dedi. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zamini yo'qolmaydi tursa, ular jannatda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan üzülib qolmaydigan in'omdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Elhamdülillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura İnshiqoqning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Buruj tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.